insonda hayotini bir o'zgartiradigan bir kitoblar bo'ladi-da. Men doim shunaqa deyman. Ba'zan bularga doim aytaman. Shu bitta kitob yo'qmi, meni bir boshqa dunyoga olib kirib ketsa. Chunki haligi ko'rib turgan narsalaringizda o'zi qizig'i qolmay boshlagandan o'zi bilasizki, siz yangi bir hayotga o'zingizda tashnalik bir yangi hayot qidira boshlaysiz. Bu endi o'sha ruhiyatingizdagi hayot bu. O'zingizga faqat o'zingizgagina ko'rinib turgan hayot bu-da. Mana shunaqa paytlarda men doim har yili o'qiyman, har yili bir marta, ba'zan 2 marta o'qigan paytlarim ham bo'ladi. Masalan, shunaqa paytlarda men doim Martin Edenni o'qiyman. Lekin shu safar oxirgi marta Ayovada, Amerikada o'qiganimda, oxirgi marta Martindan bir ikkita xatolar topdim. Da endi bu menimcha haligi bora insonda bo'ladigan bir kayfiyat bo'lsa kerak. Meni ham o'sha lahzalik kayfiyatimdir. Hozir masalan o'qisam, yana boshqa bir kayfiyat bilan o'qirman u kitobda-da. Men aytdim, Jek London ham shu Martinga shunaqa nima qilish shartmidi? Nima uchun? Chunki Martin o'sha bora shakllanib borgani sari Martinda shunaqa bir o'zgarish bo'ladiki, haligi u mashhurlashib borgani sari haligi uni atrofida odamlar ko'paya boshlaydi. Va odamlar ko'paya boshlagan sari haligi tabiiyki uni mehmondorchilikka chaqiradiganlar, unga sovg'alar beradiganlar ko'payadi-da. Shunaqa paytda Martin endi kerak bo'lib qoldimmi senga degan narsa xayolidan o'tib turadi-da. Mana shu narsa menga yoqmadi. Oxirgi o'qiganimda mana shu narsa yoqmadi. Chunki bu narsa endi kerak bo'lib qoldimmi, oldin ham bor edim, oldin ham shu Martin Eden edim, o'sha mashhur bo'lmasimdan oldin ham ovqatga, masalan, men muhtoj paytimda sizlar ovqatga chaqirmadinglar degan. Bu atrofdagi odamlarga nisbatan o'sha Martinni bilaman, bu o'sha Jek Londonni nimasi, balkim Jek London o'sha yevropalik bo'lganligi uchun, uni mentalitetida shunaqa bir nima bo'lganligi uchun, endi bu aslida inson bu dunyoda u vatanidan, millatidan, dinidan qat'iy nazar baribir inson u. U o'ylagan narsani biz ham o'ylashimiz mumkin. Biz yuzaga chiqarmasligimiz mumkin. To'g'ri, Martin Eden o'sha paytda yuzaga chiqarmagan u narsalarni. Ichidan xayolidan o'tib turgan shu narsa. Lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham men shu narsasini qoraladim. Masalan, men Martin Edenning o'rnida bo'lganimda shunaqa demasligim mumkin edi deb o'yladim. To'g'ri, qancha qiyinchilik ko'rgan bo'lishiga qaramasdan, baribir insonlar uni yana ko'proq sevishni boshlashdi. Va o'sha Martin mashhurlashib borgani sari Martinni ham kashf qilish boshlandi. Meni nazarimda. Lekin Martin uni boshqacha tushundi. Agar Jek London tirik bo'lganda men shu narsalarni aytgan bo'lardim. Balkim shuni boshqacharoq qilish kerak edi. Agar shu boshqacharoq qilish kerak bo'lganda, balkim to'g'ri Martin baribir oxirida o'zini dengizga cho'ktiradi. Chunki u mana shu narsalarni qabul qila olmay qoladi. U shuncha och bo'lgan paytida, u hammaga muhtoj bo'lgan paytida, uyga muhtoj bo'lgan paytida, kiyimga muhtoj bo'lganda, o'sha muhabbatga muhtoj bo'lgan paytlarida Martin hayotni tashlab ketmadi. Lekin hamma narsasi bor paytda tasavvur qiling. U ham unga hech narsa kerak bo'lmagan paytda, hatto sevgi o'zini oyog'i bilan uyiga kirib kelgan paytida, hamma narsa unga qiziq bo'lmasdan qolgan paytida u o'zini dengizga cho'ktiradi. Mana shu dengizga cho'ktirgan paytda men har safar o'zimni dengizga cho'ktirganman. Martin Eden bilan birga. Lekin mana shu oxirgi safar, mana shu menda bo'lgan o'zgarishlar, mana shu Martinga bo'lgan munosabatlarim oxirgi safar meni dengizga cho'ktirishga yo'l qo'ymadi. Oxirgi safar o'qiganimda to'g'risi yana o'qishim kerak. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin bilamanki, yana sog'inaman Martin Edenni. O'sha paytda o'qiyman, balkim yana qanaqadir boshqa bir kitobni kashf qilarman. Yo bo'lmasam o'zim ruhiyatimda yana bir boshqa bir narsalarni kashf qilarman. Va mana shu narsada men bugun o'quvchilarga, o'qimagan o'quvchilarga to'g'risi rahmim keladi. Albatta Martin Edenni